Assalomu alaykum. Aziz yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Tinch kun. Bugun sizlar bilan miyamizni bir qismi haqida gaplashamiz va bu qism juda ham muhim hisoblanar ekan. Sababi hozirgi davrda juda ham keng tarqalgan dangasalikni oldini oladigan yechimlardan biri deb hisoblayman va eng muhim, eng zo'r yechim ham deb o'ylayman. Sababi bu menda ishladi va sizlar ham ishlasa kerak. Bizning miyamizda bitta qism bor ekan va bu qism anterior midcingulate cortex. Bu nimaga javob beradi? Bu bizni qilayotgan kundalik ishlarimizda biz qilishimiz kerak bo'lgan, lekin biz xohlamaydigan ishlar bor-ku. Mana shularni bajarishda juda ham asqotadi ekan. Mana shu miyamizning bir qismi javobgar, mas'ul bo'ladi ekan. Andy Huberman'ning podkastlarida eshitgandim va bunga bugun o'zim amin bo'ldim. Chunki o'zimda ish berdi, o'zimda sodir bo'ldi bu narsa. Ertalab turdim, kechroq. Shuning uchun ertalab yurgan chiqolmadim. Odatda ertalab chiqish menga qulay. Hech kim bo'lmaydi. Atrofingizda o'zingiz yugurasiz. Lekin bugun sal kechroq chiqdim va chiqishimda bitta qiziq voqea sodir bo'ldi. Men birinchi xuddi shu fikrga keldim, bugun chiqmayman. Chiqishni xohlamadim to'g'ri, chunki tashqariga chiqib odamlar oldida yugurishga uyalgandek bo'ldim. Lekin shu podkastni eshitganman va shu ayni damda ishladi. Ya'ni men qilishni xohlamayman. I don't want to do it, but I will do it right now. Bu narsani qilishni xohlamayman, lekin hozir qilaman. Biz qilishimiz kerak bo'lgan, ya'ni bizda disiplinimiz bor. Insonni o'zi disiplini bilan, ya'ni kunlik tartibi bilan o'zini boshqarmaydigan bo'lsa, u hayotini boshqara olmaydi. Va bu disiplinni boshqarishlik uchun aynan bizdan kuch talab qilinadi. Mana shu kuch, mana shu miyamizda anterior midcingulate cortexdan kelib chiqadi ekan. Bu qanday rivojlanadi? Har kuni siz mana shu qilishni xohlamagan ish harakatlaringizni qilish bilan kelib chiqadi. To me, this is one of the most important discoveries that neuroscience has ever made. Because it's that I don't want to do something but do it anyway. That's right. That grows this area. Ya'ni siz qilishingiz kerak, lekin qilishni xohlamaysiz, dangasalik qilasiz. Bu bo'lishi mumkin vazifa. To'g'risi, siz ingliz tilini o'rganishingiz kerak yoki bironta tilni o'rganishingiz kerak, lekin qandaydir boshqa kuchlar bor sizni tortib ketadigan mana shu ishni qilmaslikka. Mana shu holatda ulardan voz kechib shu ishni qiladigan bo'lsangiz, sizning miyangizning mana shu qismi rivojlanadi. Bu birdaniga bo'lib ketmaydi, to'g'risi. Bu hammada ham tug'ilmagan. Hech kim tug'ilib turib qolgan insondagi, ya'ni boshqa insonlardagi bu miya qismidan kattaroq bo'lib tug'ilmaydi ekan. Ya'ni hammada bir xil tug'iladi va bu hayot davomida mana shunaqa ish harakatlarni qilish orqali rivojlanadi ekan. Agar siz qilishingizni xohlamagan ishingiz, misol uchun aytaylik, cold showerda, ya'ni sovuq suvda kim cho'milishni xohlaydi? No one. Har kuni ertalab chiqib yugurgani, kim chiqishni xohlaydi kuniga? Hech kim. Balki kerak emasdir. Lekin sog'liq uchun nimaga kerak emas? Hech kerak. Balki yana nima? Yomg'irda yugurishlik. Kimga zarar ketdi? Ya'ni inson o'zi xohlagan, o'zi xohlamagan narsani qilsa, ya'ni qanaqa o'zi qilish kerak bo'lgan, lekin xohlamagan narsasini qiladigan bo'lsa, mana shu miyani qismi rivojlanar ekan, ishlaydi ekan, kattalashadi ekan va bu asta-sekin rivojlangan sari siz hayotingizda qilishingiz kerak bo'lgan ishlarni bajarishlikda juda ham asqotadi ekan. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar, aqlan va jismonan rivojlanamiz.